Bitta podyezdda 3 ta kvartira sotiladi. Kvartiralar shunchaki shokolad. Tez ko'rsatishga harakat qilamiz video cho'zilmaslik uchun. Bu birinchi uyimiz, bir xonali uylar. Uyimizning kirish eshigi va hol. 28 metr kvadrat. Hozir bu yerdan spalniyaga kiramiz. Wow. Kiramiz u mazza qilib yashaymiz. Uchalasi ham yevro ta'mir qilingan, kirib yashash uchun hamma sharoitlar bor. Endi uyimizda sanuzelni ko'ramiz. Marhamat, to'liq kafilda va uyimizda oshxonasi. Mana. Bu bir xonali uy yosh oilaga yoki bir kishi kishiliklarga juda ham ajoyib variant. Oshxonada hamma narsa bor. Buni 28 metr kvadrat bir xona 31 ming dollar savdo qilinadi. Hozir navbatdagi uylarni ham ko'rsataman. Do'stlar, bu ikkinchi kvartiramiz. Kirish eshigi hol, mana bu yer juda ham chiroyli ko'rinishda. Demak, 53 kvadrat ikki xonalik mana shunaqa ko'rinishda. Xonalarni ko'rib chiqamiz. Bugungi uylarimiz do'stlar, mansardada joylashgan, 8-qavatda lifti bor, 8 qavatlik yangi domlar, vokzal hududida. Uyimiz yotoqxonasi qanday? Zo'ra, juda ham chiroyli ko'rinishda. Mana televizorlar, shuni qilib faqatgina yashab berish kerak ekan. Xo'p, bu yoqda tez ko'rsatamiz. Sanuzel. Endi bilasizlar, vokzalda aytib o'tirishim shart emas, suv, gaz, svet tamomi yo'q. Bu oshxona, hamma xonaning derazasi bor, gulxo'y yo'q. Juda ham zo'r ko'rinishda. Marhamat, oshxonasi. Steralni bor. Kafilda issiq pol qilingan hamma joyda, duh konturni kotel isitish moslaması va uyimizning mehmonxonasi. Oh. Mashalloh. Buncha go'zal bo'lmasa bu kvartira. Zo'r. Bu uyimizning narxi 47 ming dollar, savdosi bor, 53 metr kvadrat, 8-qavatda vokzalda bo'lyapti. Endi 3-uyimizni ko'ramiz. Navbatdagi uyimiz 42 metr kvadrat, bu kirish eshigi, kirganimizdan mana hol va oshxona mana shu joyga joylashgan. Ikki xonalik uy bo'ladi. Kompaktni uchun mana bu yerga xolodilnik qo'yamiz. Bu uyimizning narxi 38 ming dollar ekan. Ikkita sanuzel bo'ladi alohida, marhamat, ko'rishingiz mumkin. Va hozir xonalarni tomosha qilib chiqamiz. Hamma joyda bir xil spalniya qo'yilgan, mebellar bir xil, dizayn ham bir xil bo'lyapti, 3 ta xonadonlik ham. Xo'p. Keyingi xonasi. Bu uyimizning mehmonxonasi bo'ladi. Mana. Hamma joyda deraza bor, gulxo'y yo'q. Bitta shu uyimizning oshxonasi gulxo'y ekan, qolgan hamma xonalarda deraza bor. Buning narxi 38 ming dollar, savdosi bor. Manzil Samarqand shahar vokzal hududi, mo'ljal vokzal bozorining yonida yoki Saodat restorani ro'parasida. 8 qavatlik 8-qavatda bo'lyapti. Lift 24 soat xizmatimizda bo'ladi. Narxlari kelishilgan, aytilgan narxidan yana savdosi bor. Faqatgina naqd pulga sotiladi. Qiziqqanlar ekrandagi raqamlarga telefon qilamiz. Hammaga rahmat.